5 oylik offline kursimda nimalar o'rgatishimni ko'rsatmoqchiman. Birinchi darsimizni o'zidan yubka asos andazasidan boshlaymiz. Birinchi oyni o'zidayoq o'quvchilarimiz turli-tuman yubka modellashtirib, mana shunaqa namunalar tikib ko'rishadi. Ikkinchi, uchinchi oylarimizda turli-tuman koftichkalar, ko'ylaklar, undan tashqari trikotaj mahsulotlarini barcha turlari o'rgatiladi. Jaketingiz chiroyli chiqdi, shimlaringiz ham endi chiroyli qilib dazmollab topshirish kerak. Albatta, shu kursning ichida kostyum shim ham, o'zga kiyimlar ham o'rgatiladi. Ra'no opa, shu kursda korset ham o'rgatiladimi? Ha, korsetlar, oqshom liboslari va hattoki mulyaj metodikasi ham o'rgatiladi. Shularni hammasini bitta kursda o'rganishni xohlasangiz, sizni kursimda kutib qolaman.